Sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar, o'ziga tegishli yoki boshqa bir yetimni to o'zini eplaguncha, ya'ni yoshi katta bo'lib balog'atga yetguncha taomiga qo'shadigan bo'lsa, unga jannat vojib bo'pti dedilar. Jannatga kiradi dedilar. E'tibor beringlar-da, ishlab tirikchilik qilib yuribmiz, baraka topay deb yuribmiz hammamiz. Ham deydi, oxiratda xor bo'lmaydi deydi, hech bo'lmaganda. Mana shu birodarlar uchun eslatma. Xonadoningizga bozor o'char qilib keldingizmi? Turmushdan qaytgan opangizning bolasi bormi? Birinchi shu bolaga bering. Shu bolaga uzating birinchi, bering shunga. Nimaga? Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilar, taomiga sherik qiladigan bo'lsa jannat vojib bo'pti. Xohlamaymizmi jannat? Jannatga kirishni xohlamaymizmi? Jannatning kaliti oldimizda turibdi ekan. Shu yetim bo'lib turgan, qiynalib turgan, bechora bir ota ham deya olmaydi. Otajon deb gapira olmaydi, baqira olmaydi, ayta olmaydi. Mana shunga otalik qiling. Shuni qaramog'ingizga oling. To o'zini eplaydi u ham, bir kuni rizqini albatta Alloh taolo beradi. Shu rizqini berguncha ozgina qarab tursangiz bo'ldi. Alloh sinov beryapti sizga. 10 yil, 15 yilda bir hunarli egasi bo'ladi shu yetim ham. 20 yil ichida bir yaxshi kasbkorning egasi bo'ladi. Birodar, shuncha sabr qilgin. 20 yil sabr qila olmaysanmi jannatga kirish uchun?